Go'zallik va nafosat maskani bo'lmish Qo'qon art rezidensiyasi bugun har qachongidan gavjum. Maskanga yig'ilganlarning nigohida ehtirom namoyon. Boisi, bugun bu yerda O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosi uzoq yillar Qo'qon davlat universitetida talabalarga san'at sir-asrorlarini o'rgatgan taniqli kulol va mohir rassom Botir Baratboyevning xotirasiga bag'ishlangan san'atda aks etgan ruh nomli ko'rgazmaning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. San'atshunoslik kafedrasi tomonidan tashkil etilgan ko'rgazmada oliygoh jamoasi, san'atshunoslar, rassomning qadrdon hamkasblari hamda u qoldirgan merosni davom ettirayotgan shogirdlari jam bo'lishdi. Ekspozitsiyadan joy olgan har bir rang tasvir asari va jozibador kulolchilik namunasida muallifning ichki kechinmalari, o'zbekona lutf va sharqona jilo yaqqol ko'zga tashlanadi. Marhum ijodkor Botir Baratboyev nafaqat qo'li gul usta, balki Qo'qon davlat universitetida o'nlab yosh iste'dodlarni tarbiyalagan, ularning qalbiga tasviriy va amaliy san'atga bo'lgan muhabbatni joylagan fidoyi muallim edi. Bugun tomoshabinlar e'tiboriga havola etilgan loydan ishlangan ko'zalar va milliy ruhdagi suratlar tom ma'noda ustozning san'atga baxshida qilingan umri hamda teran ichki dunyosining yorqin isbotidir. Tadbir davomida so'zga chiqqan qadrdonlari va shogirdlari ustozning nafaqat boy madaniy merosini, balki uning oliyjanob inson fazilatlarini ham chuqur ehtirom bilan yodga olishdi. Ustoz Botir Baratboyevning yorqin xotirasi va uning betakror asarlari o'zbek milliy san'ati hamda u ko'p yillar samarali mehnat qilgan Qo'qon davlat universiteti tarixida muhrlanib qoladi. Zero haqiqiy san'atkorning jismoniy umri yakun topsa-da, uning ijodiy ruhi asarlarida va shogirdlarining kamolida yashashda davom etaveradi.